Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, bitta yetuk daraxt 1 yilda o'rtacha 22 kg karbonat angidridni yutadi va 2 kishi uchun yetarli bo'lgan kislorodni ishlab chiqaradi. Shuningdek, yashil hududlar shahar haroratini 2-8 darajagacha pasaytirish xususiyatiga ega. Biroq daraxtlarning asossiz kesilishi yoki ularni mavjud qoidalarga zid ravishda ko'chirib o'tkazish tabiiy filtrning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Mamlakatimizda yashillikni asrab qolish, daraxtlarni ko'paytirishga harakat qilinayotgan bir paytda kishi ko'nglini xijil qiladigan holatlar ham uchrab turibdi. Shu kabi vaziyatlardan biri Shayxontohur tumanida sodir bo'ldi. 108 tup manzarali daraxtlar noqonuniy tarzda o'z joyidan ko'chirilishi oqibatida qurib qolgan. Vaziyat bilan yaqindan tanishgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Ortimda turgan mana shu daraxt bir paytlar kislorod ishlab chiqarib, havoning toza bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan. Biroq endi u o'z vazifasini bajara olmaydi. Ehtimol hech kim parvarish qilmagan yoki kasallangandir deyishingiz ham mumkin. Biroq aniqroq qilib aytganda esa bu daraxtlar o'z joyidan ko'chirib o'tkazilgan. Natija esa ko'rib turganingizdek. Fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatga asosan Shayxontohur tumanidagi kollektor qurilishi o'rganilganda 108 tup daraxt noqonuniy ravishda ko'chirib o'tkazilganligi aniqlandi. Bugungi kunda 108 tup qimmatbaho navdagi har xil turdagi manzarali daraxtlarning 107 tasi qurib qolganligi holati aniqlandi. Daraxtlarni ko'chirib o'tkazish bo'yicha dastlab Toshkent shahar ekologiya bosh boshqarmasiga murojaat qilingan. Rad javobi olingan bo'lishiga qaramay, daraxtlar baribir noqonuniy tarzda ko'chirib o'tkazilgan. Ko'rilgan zarar 881 million so'mdan ortiqroq ekanligi aytildi. Shaxsiy manfaatlarni o'ylab ish ko'rganlar nahotki tabiatga yetkazadigan zararlari haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsalar. Ushbu yuqoridagi holatlar yuzasidan tegishli barcha hujjatlar to'planib, huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish uchun tayyorlanmoqda. So'nggi yillarda daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilindi. Bu yo'nalishdagi qonunbuzarlik uchun jazo og'irlashtirilishi ortidan daraxt kesish holatlari kamaydi albatta. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2022-yilda qimmatbaho daraxtlarning noqonuniy kesilish holatlari 1669 tani tashkil qilib, 2021-yilga nisbatan 61% ga kamaygan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 1097 taga yetib, 2022-yilga nisbatan 35% ga qisqargan. Shuningdek, jamoatchilik nazorati va profilaktika tadbirlari doimiy olib borilishi natijasida 2024-yil davomida jami 634.271 tup daraxtlar kesilishining oldi olinib, ularning yashovchanligi saqlab qolingan. Davlatimiz rahbari tomonidan ham aynan shu yo'nalishga qanchalik e'tibor berilishiga qaramay, dilni xira qiladigan ba'zi holatlar ham uchramoqda. 2025-yil 25-oktyabr Toshkent. Poytaxtning markaziy ko'chalaridan birida 174 tup daraxt va butalar, asosan ko'p yillik archalar bir kechada kesib tashlangan. 2026-yil 22-fevral Toshkent. Xorijiy korxonaga berilgan yer maydonida moratoriy talablariga zid ravishda 12 tup qimmatbaho daraxtlar ruxsatnomasiz kesib, qo'porib tashlangan va ushbu harakat oqibatida tabiatga 351 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. 2026-yil 6-mart Toshkent viloyati 100 dan ortiq ko'p yillik manzarali daraxtlar va butalar noqonuniy tarzda kesilganligi va ildiz qismi bilan qo'porib, ko'mib tashlanganligi aniqlangan va albatta tegishli choralar ham ko'rilgan. Bitta ko'chatning ulg'ayib havoni maksimal darajada tozalashga kirishishi uchun o'rtacha 15-20 yil vaqt kerak bo'ladi. Hozir shaharlardagi asosiy muammo bu havo ifloslanishi. Buning uchun bizga asosiy yordam beradigan narsa bu daraxtlar. Bitta daraxt ekib turib, anaqa yopishtirib, pasport yopishtirib qo'yardi. Mas'ul qilib qo'yish kerak. Qurilish bo'lgandan keyin ko'pincha daraxt kesiladi. Lekin kesilmasligini oldini olish uchun jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish kerak. Daraxtlar bizani o'sha tirikligimizni ta'minlab turibdi, chunki havo biz uchun juda muhim. Daraxtlar kamayib ketsa, temperatura oshib ketadi. O'zi havo isib ketgan oxirgi paytda eko harakatlarni, volontyorlarni ko'paytirish kerak. O'sha kesilgan daraxtlarni o'rniga daraxtlar ekib qo'ysa, shu ko'proq manfaat keltirishi mumkin deb o'ylayman. Daraxtlar faqatgina havoni tozalovchi vosita emas, balki minglab turdagi qush, hayvon va hasharotlar uchun boshpana hamdir. Oddiy bir daraxt bo'lsa, kesilsa kesilavermaydimi, qurisachi bizga nima farqi bor deyishingiz ham mumkin. Lekin siz u biz oladigan havoning tozaligi, kislorodning mo'l-ko'lligi aynan mana shu daraxtlarga bog'liq. Shu sabab ham atrofingizda bo'layotgan voqealarga e'tiborsiz bo'lmang. Bu kun Sevinch Mardonova va Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.